Qaddi baland qadrdonlarim, sizlarga shunaqangi bir yaxshi uy topib qo'ydim. Uyimiz Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Registon mahallasi. Xalq tili bilan aytganda Halqabod. M39 betonkada shunday 200 metr ichkariga kirganda mahallani boshlaydi. Uyimizning umumiy yer maydoni 12 sotuvdan iborat. Fasad qismiga keladigan bo'lsak, 18 ga 70 metr ekan. Uyimizda hamma qulayliklarga ega, kommunikatsiya, gaz, svet, suvdan umuman muammosi yo'q. Hattoki sotuvga kadastr dokumentlari ham tayyor ekan. Egalarining aytishi bo'yicha uyimizni bitta obzorini ko'ringlar-da, bahosini beringlar. Ha, yana aytgancha, uyimiz 12 sotuvni ikki xo'jaligiga moslab teng yarmidan bo'lib qo'ygan ekan. Mana uyimizning 6 sotuv maydoniga временный qilib qurilgan uyimiz. Keyin qolgan 6 sotuvga har doimgidek eski imoratimiz. Ko'rib turganlaringdek, uyimiz zo'r emas, juda yomon emas. To'g'ri, ancha ta'mir talabga, olasizlar buzib tashlaysizlar. Olasizlar mamutdan ko'tarib 2 etaj uyni qurasizlar. Bizning самый главный uyimiz yer hisobida sotiladi. Hamma qulayliklarga ega. Uyimiz